Imom Ibn Javziy aytadilar. Aytadilarki, siz shaytonni yengdim deb o'ylamang. Shaytonning yoshi otangiz Odam alayhissalom yoshidan ham katta deydilar. Sizning yoshingiz nari borsa 30-40 da, 50-60 da. Tajribangiz 60 yillik xolos. Shaytonning tajribasi milliard yillik tajribada. Kimga qanaqa kelishi juda yaxshi biladi, shayton. O'ylamang, biz tashab qo'ydik-ku. Tashab qo'yganning o'zi sirtmoq u. Bitta tortadi. Nima qildi endi internetga biz shunaqa amallarimizni, ibodatlarimizni, ihsonlarimizni, Ka'bani oldida, Safo va Marvalarda yurganimizni qo'ysa, ixlos yo'qda, ibodat bor, ixlos yo'qda. Alloh taolo berishga ishonmadi-da. Ko'p aytamiz, nimaga olib keting deyapmiz-da o'sha umrni. Yana takrorlaymiz. Qolgan hamma amalni aytaveramiz. 500 kilometrdan payonnos olib keladi. Qani ixlos bu joyda? Qani Allohga bo'lgan ixlos? Sekin uyga kirib ketsa nima bo'ladi? O'ladi u, odam bilmay qoldi deb. O'lib qoladi o'sha kun kechqurun. Bilish kerak, butun insoniyat bilish kerak. Bitta qilib ko'rsin-da, shayton o'sha joyda vasvasa qilishini ko'rasiz. Bitta shayton keltirayotgan ishga teskari ish qilib ko'ring-da. Ismlar zikr qilinyapti mana masjidlarda. Palonchixonni, palonchixonlari. Kerak emas shu ismlar. Shifo so'rab, ilm talabida nimaga ism qo'shiladi? Jalanglasin biz ismda. Aytilsin biz ismda. Alloh eshitmaydimi? Sami'un degan sifat yo'qmi Allohning? Sizning ismingiz aytilmasa masjidda, Alloh taolo palonchi qaysi bandaniki keyin men esdan chiqarib qo'ydim deydimi Alloh? Gapirish ham shart emas Allohga. Ixlos bo'lsa bo'ldi bandada ibodat bilan. Shundoq sajda qilib Alloh desa Alloh o'sha joy o'zida ijobat qilib yuboradi. Nimaga? Ixlos yo'qda akalar.